Endi O'zbekistonda davlat aktivini sotib olishda avans miqdori 30% dan 15% ga tushiriladi. 6 oyda to'liq to'lov qilganlarga 25% chegirma beriladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida ma'lum qilindi. Ta'kidlanishicha, davlat aktivini sotib olishda summaning yarmini to'lagan tadbirkor qolganini 7 yilda foizsiz bo'lib to'lashi mumkin bo'ladi. 3 oyda sotilmagan davlat mulkining boshlang'ich narxi bosqichma-bosqich 10% gacha kamaytiriladi. Auksion muddati ham 2 barobar qisqartiriladi. Shuningdek, auksionda yer sotib olgan tadbirkor qurilishini boshlash uchun 6 oydan 1 yilgacha hujjat yig'ib yurishiga barham beriladi. Endi hokimlar yerni qurilish ruxsati, arxitektura rejalashtirish topshirig'i va loyihasi bilan tayyor paket shaklida savdoga chiqaradi. Bunday yerni olgan tadbirkor qurilishni darhol boshlashi mumkin bo'ladi. Infratuzilma yig'imi bo'yicha avans ham 20% dan 5% ga tushiriladi. Banklar balansidagi 9 trillion so'mlik 2,5 mingta mulkni chegirmali narxda, boshlang'ich to'lovsiz va foizsiz bo'lib to'lash sharti bilan sotishga ruxsat beriladi. Uni sotib olgan tadbirkor 1 yil yer va mulk solig'ini to'lamaydi.